Xo'p, avvalambor assalomu alaykum hammaga. Bugun Python darslarimizning 3-darsini ko'rib o'tamiz. O'tgan safar darslarda YouTube'ga joylanmagancha bu videolarni topa olmaymiz. Shuning uchun boshqa yerda o'tishga qaror qildik bu videoni ham. Xo'p, bugungi o'tadigan mavzuyimiz bu if va else operatorlari. If Pythonda shart bajarishda ishlatiladi. Elif va else if tarkibiga kiradi. Endi bularni hozir men tushuntirib o'taman. Misol uchun o'zgaruvchimizni 10 ga teng qiladigan bo'lsak va pastiga if bilan shart beradigan bo'lsak bo'laveradi. Demak, a'miz bu 10 ga teng, to'g'rimi? Shunda biz a'ni to'g'ri kelinglarda shuni input qilib olaylik. Int, ya'ni birorta songa tenglab olsak, input. Endi kirgan o'sha a ga kiritilgan son musbat yoki manfiyligini aniqlab beradigan dastur tuzamiz hozir. Buni aniqlash uchun biz shart berishimiz kerak, to'g'rimi? Demak, if shartini beramiz. If agar. If inglizchadan tarjima qilganda agar so'z ma'nosini bildiradi, to'g'rimi? Shunaqa narsa. If agar. Endi bundagi shart kiritamiz. Agar a katta bo'lsa 0 dan bo'ldi. Shart berilgandan keyin har doim ikkitalik nuqta qo'yiladi. Shundan so'ng qo'yilgandan so'ng pastidan yoziladi. Print. Agar birorta sonimiz 0 dan katta bo'lsa nima bo'ladi? Musbat bo'ladi, to'g'rimi? Musbat. Endi yana shart beramiz. Endi eslab qolamiz. If yozilgandan keyin har doim ketidan if emas, endi elif yoziladi. Keyingi shart beriladigan bo'lsa har doim elif yoziladi. If yozib qo'yish xato. Elifdan keyin shartimiz yozamiz. Agar a 0 dan kichkina bo'lsa print manfiy. Shunaqa shart beriladi. Har doim if yoki elif yoziladi. Undan so'ng o'zimiz shartimizni yozib turib, yozib bo'lganimizdan keyin ikkitali nuqta qo'yiladi har doim. Keyin bu ikkitali nuqta qo'yilishi uchun, qo'yilgandan keyin buni tarkibiga kiradigan kod bo'lsa, har doim bitta tab bo'sh bo'lishi kerak. Agar bu joyimiz yo'q bo'ladigan bo'lsa, dasturimiz xato bo'ladi. Bitta tab degan sababi, ya'ni klaviaturadagi tabni bosadigan bo'lsa, shuncha joy tashlab beradi bizga. Endi ikki sonni ham kiritdik. Agar kiritgan sonimiz 0 bo'lib qolsa nima bo'ladi deydigan bo'lsak, unda bizda yana shart beriladi. Endi biz logika tarafdan o'ylaymiz. Endi uchinchisiga shart berish shart emas, to'g'rimi? Agar u manfiy ham musbat ham bo'lmaydigan bo'lsa, u demak nima bo'ladi? Son 0 bo'ladi. Demak, shart berishimiz shart bo'lmasa, ya'ni shart berishimiz kerak bo'lmasa, else o'zini yozamiz. Eslatib o'taman, else ga hech qachon shart berilmaydi. Else uchun hech qachon shart berilmaydi. Shuni eslab qolamiz. Demak, else print xo'p, kiritilgan son 0 ga teng. Bo'ldi. Demak, o'rganadigan narsamiz bugun mana shulardan iborat. Ya'ni if orqali shart berishmaydi. Shart berishadi. Demak, endi birorta sonimiz 0 ga teng yoki 0 dan katta yoki teng shunaqa narsalar beriladigan bo'lsa, mana aytib o'tgan, yozib qo'yganman menki. Agar katta yoki teng bo'ladigan bo'lsa, mana bu buyruqlar ishlatiladi. Agar kichik yoki teng bo'ladigan bo'lsa, mana bular ishlatiladi. Endi hozir bu yerda yozgan kodimizni tekshirib ko'radigan bo'lsak, demak, bu yerga birorta son kiritamiz. Misol uchun 5 kiritadigan bo'lsak, musbat. Endi -6 kirgizadigan bo'lsak, manfiy. 0 ga 0 kiritadigan bo'lsak, kiritilgan son 0 ga teng. 0 ga teng degan yozuvni kiritmabmiz. If mana shunaqa shart berishdan iborat. Bo'ldi. Shart berishdan boshqa hech narsa. Faqat shart beriladi. Shu shart qanoatlantirilsa, bo'ldi. Demak, if shunaqa ishlatiladi. Menimcha bugungi darsimiz tushunarli. Agar kimdir tushunmaydigan bo'lsa, kommentar yoki guruhda so'raydigan bo'lsalar, alohida tushuntirib ketaman. Tushunmagan narsalarni. Xo'p, bugungi darsimiz shunaqa yakunlandi. 3-darsimiz shundan iborat edi asosan.